Avvalambor hammangizga assalomu alaykum. Aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar, qaddi bilan qadrli obunachilarim. Afsus, bugunam ya'ni 2026-yil 28-iyun soat 4:30da O'zbekiston terma jamoamiz va Kongo terma jamoasiga qarshi futbolda 3-1 o'ttiribdi. Bu dunyoga, ya'ni bu dunyoda yashab turgan odamzodni tirik jonga bir marta ofat yo omadsizlik kelsa ketma-ket kelar ekan. Lekin omadsizlik O'zbekiston milliy terma jamoasiga ketma-ket keldi degan emasman, to'g'risi. Kongo, Portugaliya va boshqa davlatlarning milliy terma jamoasi bilan qarshi o'ynadi. Lekin diqqat bilan eshitib turinglar. O'zbekiston milliy terma jamoasi eng rivojlangan, ya'ni futbol bo'yicha rivojlangan, kuchli, tajribasi bor, yaxshi o'ynaydigan milliy terma jamoalarga qarshi o'ynadi. Do'stlar, O'zbekiston 34 yil deganda jahon chempionatiga chiqdi. Endi bir xil odamlar bor, o'zini ko'rsatishi uchunmi bilmayman, yo o'zini va futbolchilarga bor mehrini ayamin, yo bo'lmasa O'zbekiston o'tirganini chidolmay televizorlarda sindirib, telefonlarda otib urib, jahlatib, bunga so'gib, bunga so'gib, urush janjal atib yurish bu afsus xato. Shundaylar bor oramizda. Men afsus Instagram ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib boraman. Sizlar ham ko'rgansizlar. Aziz yurtdoshlar, biz o'zbeklar o'zimizga beklar bir narsani yoddan chiqarmasligimiz kerak. Ya'ni gap o'ttirib qo'yganda emas, gap mag'lubiyatda emas. Gap 34 yil deganda jahon chempionatidan chiqqanimiz, do'stlar. Adashmasam hali Qozog'iston, Turkmaniston, boshqa davlatlar hali jahon chempionatiga chiqqani yo'q. Yo chiqdimi? Kommentariyga yozib qo'yinglar. Xullas, xafa bo'lmaysizlar, kayfiyatni tushirmaysizlar. Biz o'zbeklarning eng katta g'alabamiz bu jahon chempionatiga chiqqanimiz. Xayr demayman, yana bir bor ko'rishguncha kayfiyatni tushirmaymiz. Ming afsuski, men uxlab qoldim. Do'stlar, Boltaboy Abdurimov YouTube kanalida jonli efirda O'zbekiston milliy terma jamoamiz va Kongo degan davlatga qarshi futbol o'yinini jonli efirda kuzata olmadim. Hammangizdan uzr so'rayman. Ya'ni tan olisham mardlik. Xullas, sizlarni aldamayman, sizlardan yashiratasirim yo'q. Faqat hammangizdan uzr so'rayman, aziz do'stlar. Meni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib, like bosinglar. Xayr demayman, ko'rishguncha O'zbekiston milliy terma jamoamiz ming afsuski Kongo davlatga 3-1 o'ttirdi. Xayr, sog' bo'linglar.